ezvordingiz, o'zi ochilasizmi, yopilasizmi? Yo'q, endi umuman yopilmaymiz. Ketdi. Bu doda taomlarni yeb ko'rishdan oldin ishtahani maksimum ochib olish uchun limon his sharbatdan ichib oldim. Birinchi bo'lib erkatoyga erkalashib boshladim. Hayron bo'lmanglar, bu taomning nomi. Mazasi bo'lsa menga juda ham yoqdi. Keyin bo'lsa doda go'shtga hujum qildim. U ham menga yengilgandek bo'lib shartta oshqozonimga ravona bo'ldi. Voydod deb baqirib yoruvdim. Voydod nomli burgerni olib kelib berishdi. Voydodning ham mazasi super. Keyin menyuga xuddi ukam qo'shishgan ekan. Buni ichini ko'rib bo'lsa hayron qolasizlar. Kalbasami yoki bu sosiska? Nimadir berma. Kokteyl. Shunaqa deb turib, kuyovlarni quvvati bo'ladigan firmenli kokteyllaridan ham beriladi. Quvvat mingga chiqdi. Bu yoqdan shunaqa asalli qimiz, undan tashqari malinali choy va imbirli choylarni ham topishinglar mumkin. Atmosferasi bo'lsa alohida mavzu. Joy yana boshidan ta'mirlanib, oldingi zamonga retro stil yoritilgan. Kelib, o'tirib ovqatlanish uchun joylar yetarlicha. Milliyligimiz bilan retro stil kollaboratsiya qilinib, o'zgacha atmosfera hosil qilingan. Xullas, ming marta eshitgandan ko'ra, bir marta bo'lsa ham kelib, ovqatlarni mazasini yeb ko'rishni tavsiya qilaman. Manzil Chilonzor 16-bayinsadan shunday Yujniy vokzalga qarab keturishinglarda o'ng tomonda joylashgan aniq lokatsiya Telegram kanalda.